Assalomu alaykum birodarlar. Endi bag'i sezon, pechka sezonlar уже ko'z chiqdi bag'i. Narx-navolar bilan tanishtirib ketamiz. Bir chiroyli pechkalarimiz. Bular oddiy pechka ekan, oldingi. Yupqaroq ekan. Yupqaroq. Narxi qancha ekan bular? 200 ming so'm. 200 ming so'm. Dastavkasi kelishining holda chiqaraveramiz. Qalini qancha bu qalini? 400 ming so'm ular. List 4lik, 3lik, 2lik ishlangan. 4lik, 3lik, 2lik listdan foydalanilgan 400 ming so'm. Va ikkovining narxi bir xil shekilli. O'choqlarimiz qanchadan? 150 mingdan. 150 mingdan 3lik qalin. Donaga ham beraverasa, donaga ham shu narxmi? Donaga ham shu narx. Buni dravilkani ishlari bo'ladi. Ichkaridan ko'rinishi oddiy holatda mana kiyimlarda nimalar bor. Bularda katta kichkinaligidan kichkinasi qancha? 2 million 400, 4 2 million 400, 4 kilovatlisi. Eng kattasi 700, 2 million 800, 6,5 kilovat. 2 million 700, 2 million 800. Alyumin motor. Alyumin motor. Kafolati? 1 oygadir. Motorga javob. Xudo xolasa. Zavodskiy yangi motor. Zavodskiy. Bular qanchadan berib yuboryapsiz? Bular 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan o'zlarining mahsulotlangan ekan bular. Ha, o'zimiz nima qilamiz? Optimga xudo xolasa kelishtirib nima qilib beramiz hozir. Yana kami bor. Bu donaga dastavga kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab bor. Va bu hozirgi kunda trendda bo'lgan pechkalarimiz. Bular narxlarini qanchaga beryapmiz aka? Bularni o'sha Optimga 800 ming beryapmiz. 800 ming Optimga ekonom pechka. Qorong'i bo'lib qolgani uchun chilar ko'ndimayapti. Ichida hali nimasi bor ekan-a? Kurakchasi bor ekan mana. Birodarlar, bu ona kulpullarni shuni tortib tushirib olishlik uchun eng pastga gul tushadi mana bu yerda. Pastda bor, endi bilmaganlar uchun, bilganlar uchun qaytarib o'tganimiz yo'q. Qozonlar, o'choqlar. Qozon kiloga berilyapti yo turishiga qarab 150 gadir 150 kilogadir beriladi. Ag'i donaga ketadi. Aha. 150 gadir qancha bo'lyapti kilosi? Kilosi 35 mingdan. 35 ming so'mdan. Kattalari-chi? Kattalari o'sha kiloga beriladi-da. Ha, bular kattasi kiloga. 42 kiloyi 600 ming shunaqa bo'lyapti hozir? Shunaqa bo'lyapti, ha, kilosi. 42 kiloyi 600 ekan. Kilosini qanchadan berasiz? 35 ming. Kilosi 35 mingdan pichib olaverasizlar birodarlar. Ba'zilari og'irroq chiqadi, ba'zilari yengilroq chiqadi. Temirlarni olib sotaveradi va akamlar bo'lsa oladi, kerak bo'lsa sotishadi ham. Qani qanchadan olasizlar temirlardagi? Temirlarda endi hozir 4 ming, 4 ming, 3,5 ming. Har xil holatiga qarab kelishiladi. Sotiladi ham. Kerakli odamga. Bular qanchadan bonglar? Bonglarimiz hop 50 litr 250, 80 litr 270, bu 100 litrimiz 350 ming so'm. 350 ming so'm. Telefon nomerlarini berib o'tkazamiz aka. 91lik 202 15 86. 15 86. Mana nima balo aka bu? Ikki etajli nima qilib qo'yishgan? Chorvador akalarimizga bu o'choq qozon komplet. Yangilik u. 300 litrlik qozoni. Bu o'zi qozoni bilan. Bu yangilik u. Tagida o'chog'i. O'zida qozoni. Yana ustiga qozon ham qo'yib olaveramiz. Xolasa. Yem pishirgani juda qulay. O juda chiroyli chiqdi. Narxini qanchaga beryapsiz aka? Shundan gap. 750 ming beryapsiz. 750 ming so'm. Konteyner materialdan bo'lgan. Yetilayotgan turgan narxlar bor 750 ming. 750 ming oxirgi narxi kelishamiz. Yana kelishsa bo'ladi. Yana kelishsa bo'ladi birodarlar. Shuni beramiz. Qancha sig'adi suv? Tonnasi 250, 300 ga yaqin sig'adi. 250, 300 ga yaqin sig'adi. Bu narsalar bu uyga nima zontkilarimiz 450 mingdan 120 ga 120. 120 ga 120 arasi to'rtburchakkina bir joyga qo'ygani. Nimalarga har xil holatda qilib berasizlar? Tandirlarga, razmeriga qarab narsa kattaroq, kengroq, uni keyin kelishilaveradi telefonga. Albatta. Bular o'xirlarimiz 2 metrligi 450 ming. 450 ming so'm ekan 2 metrlisi. Bunisi 320 2 metrlik qo'y o'xir. Qo'y o'xir. Kichikroq ekan bular. Ha, monolarchi bular. Bularimiz hali kompot bekitganda, kompot sezonda hali 16 dona. 16 dona, ha? 3 litrlik banka sig'adi. Ha, 3 litrlik banka. Bunga somon yutib bo'lmaydimi? 200 ming so'm. Somonni yutsa bo'lmaydimi? Somon yutgan hamma yo'qqa bo'laveradi. Kompot sezonda kompot bekitsa ham bo'ladi-da bunga. Ha. Qulay. Bular qancha? 60 ming so'mdan tog'oralar. 60 ming so'mdan tog'oralar O'zbekiston bo'ylab boshqa davlatlarga ham dastavkasi bor, ha? Bor, hammasi. Ular birodarlar mana bu yerda boshqa narsalar ham bor. O'xir, qo'y o'xir, hamma razmerdan bor. 230, 2 metr. Nima deydi buni? Ular katta yomkislarimiz-da, 2,5 tonnalik. 2,5 tonnalik. Nechta qilib beramiz? 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm konteyner mahsulotdan teshik chiqmaydi. Yo'q, xolasa u. Qozon o'choqlar hammasi bularda Optim. Xolasalang donaga, hozir aytilayotgan narxlar donaga, ha? Donaga, xolasalang Optimga narx-navolari keskin ravishda tushib ketadi. Nerjivinka. Bu 60 litrlik o'sha 60 litrlisi letniy kuxnalarga qozonlar qatori qo'ydi qon. Ha, buni o'choq ustiga qo'ysa tayyor bong bo'ladi bu. Kattaroq qancha?
Bular 950 ming so'm, 950 ming so'm. 850. 850 ming. 750 ming. 750 ming. Bu eng kattasi necha litr sig'adi? 100 litr. 100 litr sig'adi. Bitta bemalol bitta marosimda o'tkazib yuborsa bo'laverar ekan, xudo xolasa. Bularchi mana nima kichinasidan boshlaylik birinchi. Hop, 750 ming so'm 50 litrimiz. 750 ming 50 litr. Bu bittalik bular hammasi 100 litr. Bular nimasi bormi? Jumragi? Yo'q, jumragi bo'lmaydi. Jumragi bo'lmaydi. Ha, bularimiz 80 litr. 80 litrlisini necha qilib beryapsiz? 900 ming. 900 ming. Buchi? Mana bu sirkulyarkamiz, mana qaynatib bunga suv quyiladi. Past qaynayotgan tepaga chiqaradi qaynagan suv. Qaynagan tepada. Abratkali, ha, qaynagan suv. Necha pul qilib beramiz buni? Xo'p, bular 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm birodarlar. Buni optimga kamaytiramiz. Albatta. Optimga narxlashadi. Kelishiladi. Ha, buni nima buni? Kat yo'limiz. Kat yo'l. Kakras kat yo'l. Bu ham to'kli, Kelishib naq berilaveradi endi bu aka olib kelib beradi, ham to'kki, ham o'tin. ham to'kki, ham o'tin. Ham yo'qqa bo'laveradi. Necha pul deyapsiz narxi? Kelishib naq. Kelishini telefon qilish kerak a. Bular qanchadan bular? Hozirgi kunda trendda hoka qilingan. 200 ming so'mdan hoka qiladigan. Kimga qiziq bo'lsa birodarlar, shu hamma narsani narx-navolarni telefon qilib kelishaverasizlar. Bachkalar qancha berasiz? Bachkalar? Bochkalarni Bochkalar 100 mingdan beryapti. 100 ming so'mdan plasmassa temir bir xilmi? Ha. Ikkovining narxi bir xilmi? Bir xil. Bir xil ekan, xohlaganlar uchun undan xohlasa hammasini o'pshetda bitta qilib hisoblab, arzonroq qilib vohaga Qashqadaryo, Surxondaryo xohlagan joylarga dastavka qilib beradi. Bu yerda hamma narsadan bor. Telefon qilsalar yasab ham beradi. Aravani ham o'zlari yasashadi. Xohlasalar butun holatida, mana ko'rib turibsizlar, xohlasalar ana shu holatida ham chiqarib berishaveradi. Aravalarni necha pul beryapsiz optimga? 400 ming so'm. 400 ming so'mdan. Optimga endi kelishiladi. Ha, Bu optimga yerda emas. sotib turganimiz 400 ming. Shu yerda donasi narxi 400 ming so'm ekan. Xohlasa tepasini, xohlasa pastini xohlagan joyini sotaverasizlar. O'zimiz yasaymiz, kelishiladi. Arzonroq tushish uchun o'zlaringda balonlar bo'lsa, balonsiz holatda ham sotiladi. Balonsiz holat qancha? 300 ming so'm. Balonsiz holat 300 ming so'm. Ancha rais saqlar ekanda, balon qimmatmi? Lesalarimiz bor. Lesalarni necha pul beryapmiz? 650 ming qilib beryapmiz. 650 ming so'm jupi. Aha. Ayantida paddoni bo'ladimi? Bitta paddoni bo'ladi. Ha, bitta paddon komplet ekanda. Komplet. Kompletga 650 ming so'm, dastavkasi kelishilgan holda bemalol o'sha nomerlarga aloqaga chiqasiz. Nomerni qaytarib aka. 91lik 202 91lik 202 1586. 1586 ko'rib turgan hamma narsalarning bor birodarlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Dastavkalar qilib beradi. Shuni rasmga olib screenshot qilib tashlaysizlar. Xudo xolasa dastavkaga yetkazib beradi. Bratanni o'zi xizmatda mana shu yerda. Kelaverasizlar, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Kakras mana mashhur Bek Zapravka. Bog'dod Regazda oldi. hamma nima qilaveradi. Regaz biladi hamma. Bemalol kelaverasizlar. Lakasa tashlab berasizlar telefondan. Xudo xolasa. Bemalol kelaverasizlar birodarlar. Xudo xolasa o'zimda akam bemalol ishonib telefon qilaverasizlar. Dastavkalar qilib yetkazib beradi. Hozir endi xaridor kelib mana ularni sizlarga bir roshnoma ko'rsatib o'tib ketaman. Kimga kerakli narsa ichida ko'rinib qolsa, shuni screenshot urasizlar-da, bang-bang danglab tashaverasizlar. Men yerda konteynerda materiallari ham bor-da, hali alohida sotiladi. Klient kelib qolganligi uchun bularni qanchalik bilmadim. Mana bunaqa narsalari ham bor haligi. Hozir internetlarda ko'p ko'ryapsiz-ku, hali tayyor qolib chiqarsa. Bularda hamma yo'q bor. Bu kichkinagina sklatchasi, xudo xolasa nasib bo'lsa kattasiga ham olib o'tamiz. Bu yerda aravalar hamma yo'q esalar. Ko'rib turibsizlar. Qolagan narsalarni topsalar ham bo'ladi. Arava ham bor ekan, tayyor arava kerak bo'lsa, shundoq aravani ham kimga kerak bo'lsa kelib shu yerdan olib ketishlar mumkin. Turbalar so'raganlar uchun turbalar ham bor ekan. Salomat bo'lasizlar birodarlar. Manzil o'sha yetgan. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Regazining to'g'risi, ro'parasi. Telefonlashsang lakasada tashlab beriladi. Salomat bo'linglar.